Husanovning narxi keskin oshdi. Yevropada eng istiqbollilar qatorida. O'zbekiston futboli uchun yana bir quvonarli yangilik. Abduqodir Husanovning transfer qiymati keskin ravishda o'sdi va u Yevropaning eng istiqbolli yosh futbolchilari qatoriga kiritildi. FM Inside portali tomonidan e'lon qilingan 2026-yilning eng perspektiv futbolchilar reytingida Manchester City himoyachisi alohida qayd etildi. U o'zining barqaror o'yini, ishonchli himoyasi va yuqori darajadagi performansi bilan mutaxassislar e'tiborini tortmoqda. Qizig'i, Husanov hozirgi forma va natijalari bilan Yevropaning eng yorqin yulduzlari bilan bir safda turibdi. Ular orasida Lamine Yamal, Joao Neves va Kenan Yildiz kabi nomlar bor. Eng katta o'zgarish esa uning bozor qiymatida kuzatildi. Manbaga ko'ra, Husanovning transfer narxi avvalgi 65 million yevrodan 119 million yevrogacha oshirildi. Bu deyarli 2 barobar o'sish degani va uning Yevropa bozoridagi nufuzi keskin oshganini anglatadi. Mutaxassislar fikricha, bunday o'sish tasodif emas. Husanov nafaqat klub darajasida, balki xalqaro maydonda ham o'zini ko'rsatib bormoqda. Uning tezligi, pozitsion o'yini va sovuqqonligi uni himoyachilar orasida alohida ajratib turibdi. Qisqacha aytganda, Abduqodir Husanov bugungi kunda nafaqat iqtidorli futbolchi emas, u katta transfer markazida turgan global yulduzga aylanib bormoqda. Agar shu temp saqlansa, yaqin kelajakda uning nomi yanada balandroq eshitilishi aniq.